ko'tarilayotganda ahamiyatli bo'linglar deb ko'p aytamiz. Примерно $1,5 ming turadigan apparat. Ahvolni ko'rasizlar, motor. Obmotkasini stoykalari sinib ketgan. Tinimsiz sovuqqan. Magnitlari tegib aylangan hisobiga dars ketib chochilib ketgan. Bunga asosiy sabab nima? Kirmochlarimizni tuzli pachini alishtirib bergan, lekin valdiga aybni ko'rmagan. Valga ahamiyat qilsalar, past ingichkalashib qolgan. Bu ishdan chiqqan hisobi bo'lgan amortizatorlar ham bor. Tortmalardan suv oqish boshlagan, bular remont qilinmagan. Zanshimizga video davomida baho berasizlar. Birinchi alishayotgan narsadan ko'rsam, motor bu holatda, lekin stikerlar yengilib o'tiribdi, suv tushmagan. Magnitlari ham but-butun, hech qanaqa trishenasi yo'q. Buni pachinni salni komplekt qilib alishtirib beramiz. Amortizatorlar alishyapti, suv oqqan joylarni chiroyli kraska qilib remont qilib qo'ydik. O'qishdan chiqqan edi. Dunyoni standartiga javob beradigan qilib to'kirda remont qildirildi buni. Bakimizning oldi tarafi, orqa tarafi kiletkalar ichlari bilan cho'tka tozalangan. Bakki ichidan ham yaltiroq bo'ldi. Yaxshi boshlaymiz. Kirmochlarimizni to'liq tayyor holatga keltirdik. Tortmalari ham unaqa yomon bo'lib ketmagan, yangi holatga keltirib berdik buni. Baklarning ichlari ham mana bo'ldi, yangi zavodskiy bo'ldi. Ichlarini ham ko'rdinglar. Kerak narsalarni alishtirib, chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.